Payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tushda ko'rish uchun biror duo yoki zikr ayta olasizmi? Ha, albatta ayta olaman. Agar bu narsani qilsangiz, siz ham Alloh nasib qilgan bo'lsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tushingizda ko'rishingiz mumkin. Diqqat bilan eshiting. Payshanba kuni asr namozidan keyin shom namoziga yaqin vaqtda mana shu zikrni qilasiz va o'rtadan duo qilasiz. Bu zikr shunday. Sonini esingizdan chiqarmang. 347 marta. Bismillahirrohmanirrohim. La havla va la quvvata illa billah. Siz mana shuncha adadda aytganingizdan keyin ortidan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salovat aytib, Allohdan u zotni tushingizda bo'lsa ham ko'rishligini nasib qilishini so'rasangiz, albatta inshaalloh ixlosingiz, taqvoyingizga qarab Alloh nasib qiladi ko'rishlik.